Kim o'zini ko'rdi? Qaranglar, jononalar, ozg'in ayollarimizni va semiz ayollarimizni samый прикольный momentini sizlarga gapirib beraman. Agar gapim rost bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Stress bo'lib yoki qattiq ozib ketayotgan, siqilib ozib ketayotgan ayollarimiz, sizlarni aybinglar nimadaligini bilasizlarmi? Hamma narsani o'zingizlarning bo'yningizga olasizlar. Hamma narsaga o'zingizlar yugurasizlar. Ana uni qilishim kerak, uni qilishim kerak, uni qilishim kerak. Barcha mas'uliyatlarni zimmangizga yuklab olgansizlar. Va kimdir sizlar bilan urushganida, oila a'zolaringizmi, turmush o'rtog'ingizmi, farqi yo'q. O'zingizga aybdorlik hissini olasiz. Men qattiq aybdor qildim. Men nega unaqa qildim? Nega menda bunaqa bo'ldi? Allohim meni kechir. Men uzr so'rayman. Uzr so'rashim kerakmikan? Uzr so'rashim kerak emasmikan? Yo'q dedi. Ishtahalari bo'g'ilib ketadi. Ovqat yeyolmay qoladi. Ovqat o'tmaydi. Men nima qildim? Qattiq aybdorlik qildim. Endi nima qilsamikin? Qanaqa qilib yarashib olsamikin? Allohim deb ko'proq ular o'zida aybdorlik hissini tuyishadi va ishtahasi bloklanib qoladi. Ikkinchi variant, ichki organizmda ozgina kalit boshlanib qoladi. Bu siqilishi belgisi, birinchi belgisi. Va ikkinchi ayollarimiz ayni xuddi shu narsalarni teppa teskarisini qilishadi. Eri bilan urushib qolsa ham, kim bilan urushib qolsa ham farqi yo'q. Ovqat yeymadi dedi, bor yo'qol o'lib ketlaring dedi. Sen aybdorsan, sen qilding, sen qilishing kerak edi. Nimaga meni ayblaysanlar har doim? Hamma aybdor, ular farishta bo'lishadi. Keyin borib ovqatlarni yeb tashlashadi, mazza qilib yeb tashlashadi. Me'yorida oshirib olishgandan keyin gormon oshib ketadi. Ularda ham kalit va gormonal narushение rivojlanib ketadi. И gormonal narushение rivojlangandan keyin butun tana baribir ham kasal bo'ladi. Nima qilish kerak? Har ikki taraf ham o'sha xafagarchilikni yo'qotib kechirib olish kerak va bu tabiiy holat. Menda ham ayb bor, unda ham ayb bor. Biz kelishib, gaplashib olishimiz kerak va chiroyli hal qilishimiz kerak va kechirib olish kerak. Kerak emas bo'lsa kechirib olish kerak. Ketadigan bo'lsa qo'yib olish kerak. Yaxshi gapirib, murosa qilish kerak. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q o'rtoqlar. Garchi bu narsani tan olmasangiz ham, lekin shu eng yaxshi qaror hisoblanadi. Siz o'zingizga birinchi o'rinda azob bermasligingiz uchun u taraf bunaqasiga ayblayapti o'zini, men aybdorman deb ayblayapti. Lekin aybdorlik hissi bor. Ikkinchi semiz ayolimiz birovlarni aybdor qilyapti, lekin aybdorlik hissi bor. Ikkala tarafda ham aybdorlik hissi bor va ikkala taraf ham suv me'yorini tanaga me'yorida suv berishmaydi. Ko'proq shirinlik yeyishga o'tib ketishadi. Bu kalit kasalligi shirinlik yeyishga sizni mubtalo qilib qoladi. Siz qancha shirinlik yesangiz ham baribir shirinligingiz kelaveradi. Ertalabmi, obedmi, kechqurunmi uni farqi yo'q. To'g'rimi? To'g'ri bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ha, bo'pti, endi nima qilish kerak deyapsizmi? Va fitnessga borib qilib o'ynab ketishingiz kerak yoki basseynlarga borishingiz kerak, kafelarga boringda, yaxshi narsalarni men mazza qilib yashashim kerak. Hech kim aybdor emas. Men ham aybdorman, u ham aybdor bo'lsa ham hammasi yaxshi bo'ladi dengda. Mazza qilib yeb ichib, mazza qilib o'ynab kulib bering o'rtoqlar. Hammasi hal bo'ladi.